Navbatda ko'rinib jarayonimiz Andijon viloyati Marhamat tumaniga avtomatik darvozamizni o'rnatib berdik. Darvozamiz bo'yi 2.30 ga eni 285 bo'lgan. Mana ish jarayonimiz bitdi. Darvozamiz urushnoq holati. Katta radio blok. Joyimiz ancha kichkina bo'lganligi uchun tashqaridan qilib o'rnatib berganmiz avtomatikamizni. Hozir ichkaridan ko'rinishini, holatini ko'ramiz. Joyimizda yon tomondan muammo borligi uchun mana ko'ryapsizlar, o'ngon profil qo'yib tashqarisidan qo'yib berganmiz. Agar bu orqasidan qo'yib berganimizda korb haqqini borligi uchun garajimiz kichkina bo'lib qolardi. O'shaning uchun oldi tarafdan qo'yib berganmiz. Mana ish jarayonimiz bitdi. Kimga shunaqangi sifatli avtomatik darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaringizlar. Batafsil ma'lumot berib, tushuntirish berib o'tiladi.